Ko'p hollarda matoga tosh yopishtirish bilan muammo bo'layotgan qizlarimiz aytishibdi. Hozir oldingi rilsda men demak oddiy toshni qanaqa yopishtirish ko'rsatgan bo'lsam, hozir ko'pgina bozorlarda orqasi qalin anaqalarimiz bor. To'g'rimi? Toshlarimiz bor. Bularni agar mana mashinasi bilan yopishtiradigan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Mana bu toshlari mamin bilan birga yopishib qoladi va xunuk holatga kelib qoladi. Aynan mana shuning uchun ham qizlarjonlar nima qilamiz? Обязательно mana bu chetlaridagini hammasini olib tashlaymiz. Mana. Ana endi ustidan dazmolimizni bosib chiqamiz. Yana ham yaxshilab yopishi uchun orqa tarafidan uramiz. Ustidagi mana bu защита plyonкасini аккуратно olib tashlaymiz. Jonlar, mana oddiy toshni yopishtirish sal boshqacharoq. Orqasida bunaqa qalin, bunaqa kley plyonkasi bori, dazmol qilish sistemasi umuman boshqacha bo'ladi. Foydali bo'lgan bo'lsa, like va komment kutaman.